Mana bu ikkita yigit genialniy Reels serial yaratishdi. Ular videolarda biznesdagi maqsadlarga qanaqa qilib erishayotganini real jarayonda har bir Reels orqali ko'rsatib borishdi. Butun yoz davomida ularning maqsadi bitta edi. Iloj boricha ko'proq har xil biznes modellarini sinab ko'rish. Ular hamma narsani sotishdi. Misol uchun tennis koptoklaridan yasalgan stollar, sigara shaklidagi lampalar, noodatiy kulguli dizayndagi oynalar va yana ko'plab qiziqarli mahsulotlar. Har bir mahsulotlar uchun ular alohida Reels seriya chiqarishdi va jarayonni qanaqa qilib boshlashdi, qayerga xato qilishdi, qayerda foydaga chiqdi, hammasini ochiq ko'rsatishdi. Eng qiziq joyi shundaki, yigitlar keyinchalik tan olishdiki, ular sinab ko'rishgan barcha bizneslar ichida eng foydalisi bu Instagram blog yuritish bo'lgan. Aynan blogging ularni minusga tushib ketishdan saqlab qolgan. Aytgancha, men ham 1 yil oldin shunga o'xshash reality qilganman. Obunachilarim o'rtasida ikkita insonni tanlab, bir haftada mobilografiyani o'rgatib daromadga chiqarishim kerak edi. Keyin nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Bir haftada o'zim kutmagan natija bo'ldi. Birinchi ishtirokchi $1300 daromad topdi. Ikkinchisi esa $1450 daromad topdi. Vaqt kam bo'lsa ham bir haftada biz syomka, montaj, ham mijoz topdik. Realityni ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimdagi aktualda qo'yib borganman. Albatta o'chib ko'ring. Agar siz ham mobilografiya kasbini o'rganib daromad topishni xohlasangiz, mobilografiyadan 0 dan daromadgacha nomli onlayn kursimda o'qing. Kursni 20 barobar arzon olish uchun izohlarda kurs deb yozing.